aytib o'tganimdek, jonli efirga endi ruxsat beriladi, xudo xolisa. Raqamlarimni almashtirib tashlabman. Yangi YouTube kanalda chiqish qilaman deb. Lekin sizga qaratilgan oynaga kirib qarasam, bitta ham ishtirokchi obuna bo'lmagan ekan do'stlar. Nima demoqchiman? Men bu youtuberlarga, yangi boshlayotganlarga, ayniqsa hech qanaqasiga mana muxlisman, siz bilan tanishmoqchiman, do'st bo'lamiz, aka-uka bo'lamiz. Akalarga ham, ukalarga ham, opalarga ham, singillarga ham kattakon rahmat. Balkim o'zimni tanigan bilgan insonlarim orasidan obuna bo'lganlar qaytib obuna bo'la olmaydi-ku, endi bir marta obuna bo'ladi. Ular bo'lgan boshidan. Lekin yangi obunachilar hayot shunday do'stlar. Asta sekin o'rganasiz. Men aytyapman-ku, ataylab qilganim yo'q do'stlar. Qaysi odam o'zi yaxshi yurib turgan YouTube kanalini, yaqinda monetizatsiyasi ochilishi kerak bo'ladigan YouTube kanalini bunaqa holatga o'zi tushirishi mumkin. Aqlan sog'lom o'ylab ko'ringlar, fikr yuritib ko'ringlar. Yo'q. E'tiborsizligimmi bo'lishi mumkin. Albatta. Aytib o'tdim, telefoningizni jonli efirda yoqib agar qoldirib ketadigan bo'lsangiz yoki o'zi tushib qoladigan bo'lsa ham, masalan, o'zi meni ham oling desa farzandingiz, birgalikda tushishga harakat qiling. Agar o'zini alohida ko'rsatadigan bo'lsangiz ham shunday translyatsiya o'char ekanda, ограничение, ya'ni taqiq qo'yib qo'yar ekan. Ishingiz tushmagan narsada hech narsa bilmaysiz do'stlar. To'liq o'sha YouTube'da qonun qoidasi bilan tanishib chiqishimga ketdi. Kechasi bilan uxlay olmadim. Nima bo'ladi, qanday bo'ladi, qancha vaqtga yopiladi, qachon umuman ochilmasligi mumkin. Shular haqida, shular to'g'risida to'liq ma'lumot bilan tanishib chiqib, o'qib, o'rganib, shuni tushunib yetdimki, meni chiqishlarim do'stlar zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu paytgacha to'g'ri chiqqanimiz uchun, ya'ni bu yerda ikkita javob bo'lmaydi-da. Agar siz noto'g'ri chiqqan bo'lsangiz, bitta javob bo'ladi. Sen noloyiqsan, nomunosibsan, bo'ldi. To'liq qaytib chiqmaysan jonli efirga degan xabar, ma'lumot olasiz. Sizga YouTube ekspert mutaxassislari men ocholmayman, buni tizim belgilagan vaqtda ochadi, lekin ochiladi, ochilmaydi aniq aytilmaydi deyapti. Sababi rostdan ham tizim hal qiladi. Ya'ni qanday qilib hal qilishi mumkin desangiz, u shu taqiq qo'yilgan vaqt muddat oralig'ida sizni YouTube kanalingizni tekshirib turadi. Ya'ni mana bu xatolarga yo'l qo'yilinmayaptimi? Mana bu talablarga javob beryaptimi? Noto'g'ri chiqish qilmayaptimi degan ma'noda kuzatuvda bo'lasiz. Va albatta meni bunga qarshiligim yo'q. Sababi faqat qizimni ko'rsatib chiqmayman yoki bo'lmasam biror narsani, to'g'ri, men endi reklama qilmayman hali beri. Lekin reklama qilganimda ham do'stlar, yaxshi narsalarni reklama qilib chiqishim mumkin kelajakda.
sochimga qarayman, orada soqolimga qarayman, o'zimga qarab chiqaman do'stlar. Endi kecha shunaqa holat bo'ldi. Umuman kayfiyatim yo'q. Hozir ham do'stlar kayfiyatim yarmi qaytdi, to'liq qaytgani yo'q. Sababi hali ochilgani yo'q. Lekin umrbodga taqiq olgansan, ya'ni strayk bo'lsa do'stlar, aniq mana bitta qaror bo'ladi-yu, bitta tanlov. Ular shu qarorni chiqardi va shunaqa tanlashdiki, variantni demoqchiman, ya'ni javobni menga beriladigan, san qaytib boshqa jonli efir qilmaysan deyishga ham 100% ularda haqqi bor. Sababi bu birinchi marta bo'lganligi uchun kechirishyapti va tushunishyapti. Bu ogohlantirish o'rnida berilayotganligini aytib tushuntirib o'tyapti. Endi nima deydi? Kim xohlasa kechirim so'rab, uzr so'rab do'stlar, YouTube yoki umuman hayotda shuning uchun aytaman do'stlar, faqat rost gapiring, to'g'ri bo'ling. Hamma joy sizni mana YouTube tizimi, ekspert mutaxassislar qaytadan ko'rib chiqavergani bilan bitta xato, kamchilik topa olmayapti. To'g'ri ma'noda aytyapman. Agar topa olsa bloklaydi. Sizni YouTube kanalingiz qanday bloklanadi desangiz, emailingiz o'chirilar ekan. Rostdan emailim o'chib ketishi haqida xabar kelganda miyam tushunmay qoldi nima bo'layotganligiga. Lekin shaxsimni tasdiqladim. 10 ta 15 ta xabar yozyapman. Ana o'ziga, tizimni o'ziga. Tizim kechikib javob beryapti. Keyin birato'la mutaxassis bilan bog'lanishga qaror qildim. Mutaxassis bilan bog'lanishdan oldin albatta do'stlar tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, chunki rus tilida gaplashadi siz bilan. Endi men fikrlarimni yozdim, ChatGPT rus tiliga o'girib berdi. Men nima deydi, imloviy xatolarga yo'l qo'yaman. Bunaqangi o'qimishli odam emasman. Oddiy YouTube kanalim bor. YouTube kanalimda ham millionlagan ishtirokchilar, obunachilar yo'q. Ko'rsa bitta ikkita odam ko'radi. Bo'lmasa yo'q, lekin shunda ham do'stlar borlaringizga shukr. Ko'rayotganlarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan Ixtiyor Mamadaliyev bo'ldi. Tez orada jonli efirlar ochiladi do'stlar. Faqat va faqat sizlar qo'llab-quvvatlasalaringiz, faqat va faqat like bosib, obuna bo'lib tursalaringiz. Bo'lmasam do'stlar foydasi yo'q. Ya'ni qaysi ma'noda foydasi yo'q? Jonli efir ochilgan taqdirda ham do'stlar, sen bilan gaplashadigan, seni ko'radigan odamlarni bo'lmagandan keyin qanday, nima qiziq bo'ladi? Men sizlar bilan gaplashgani kiraman-ku.